Birinci numurluq Qizmayir Nurbiya, 23 yaş, yurti Xotan şəhərdən. Mijoz xarakteri ağır besiq. Hazır Ürümçide bir şirket işləydi. İkinci numurluq Qizmayir Şemşinur, 31 yaş, yurti Aqsu şəhərdən. Mijoz xarakteri ochiq yoruq. Hazır Ürümçide hüsn tüzəş o'rni ochadi. Üçüncü numurluq Qizmayir Zulay, 26 yaş, yurti Ürümçi şəhərdən. Mijoz xarakteri ochiq yoruq. Hazır Ürümçide tort tərbiyələş kursu açadi. Dördüncü numurluq Qizmayir Rəşidə, 32 yaş, yurti Qashqa şəhərdən. Mijoz xarakteri ağır besiq. Hazır Ürümçide kiyim-kechak karxanasida ishlaydi. Birinci numurluq O'g'ilmayir Zikrulla, 25 yaş, yurti G'ulchi şəhərdən. Mijoz xarakteri ochiq yoruq. Hazır Ürümçide yardımcı saqchi bo'lib ishlayotdi. İkinci numurluq O'g'ilmayir Olimjon, 35 yaş, yurti Ürümçi şəhərdən. Mijoz xarakteri ochiq yoruq. Hazır Ürümçide tomoq yetkazuvchi xizmati bilan shug'ullandi. Üçüncü numurluq O'g'ilmayir Rustam, 32 yaş, yurti Ürümçi şəhərdən. Mijoz xarakteri ochiq yoruq. Hazır Ürümçide do'kon ochadi. Dördüncü numurluq O'g'ilmayir Muxtar, 22 yaş, yurti Qashqa şəhərdən. Mijoz xarakteri ağır besiq. Hazır bir şirket kasırlıq qiladi. Salam, ekran aldiki qadrli ko'rman do'stlar. Salam ustozlar, salam yigit qizlar. Programımızın bugünkü sani orqali biz tomoshabin do'stlarimiz bilan boshqacha ruhli qiyofatda ko'rishyapmiz. Chunki aylar o'tib, yillar o'tib, biz birlikda tirishib, karvan atılıb yo'lga chiqqan edik. Biz elchining karvonlari edik. Bugun 100-chi qismga ulaşdik. Birinchi qismni ishlagan vaqtda biz 100-chi qismni faraz qilib bo'lmagan. Chunki programmamiz qatnashayotgan mehmonlarning oz ko'pligiga qarab, gohida tamtirabmi qolgan. Lekin bugungi kunda biz ish o'mlikda, kuch birlikda deganning haqiqiy xosiyatiga yetdik. Tomoshabin do'stlarimizning qo'llab-quvvatlashi, cho'nglarning madad ilhomlari, eng muhimi uzilmay kelayotgan telefonlar, uchurlar bizni bugunga yetib keldi. Karxanchilarimizning qo'llab madad berishi, ustozlarimizning har tarafdagi rag'bati, shundaqla uzilmay programmamizga mehmon sifatida kelayotgan yoshlarimizning qadamlarining uzilmasligi bilan biz bugun 100-chi qismni kutib oldik. Programmamizning tajdorligini Xinjiang elchi xo'sh, bugun alohida qism 100 qadamga sizlar guvohchi bo'ldinglar. 100 qadamimizda ustozlarimizning rag'bati bor, madadlari bor. 100 qadamlarimizda tomoshabin do'stlarimizning izchil bizni ilhomlantiradigan chavoqlari bor. Taklif fikrlari bor. Bizni sevg'inishi bor, bizni yoqtirishi bor. Endi biz qoidamiz bo'yicha tunji sondagi tunji uchirishni o'zgacha holatda tomoshabin do'stlarga sunaylimi? Sizlar bu yerga chiqib rol olmaysizlar, tomoshabinlar biladi. Sizlar bu yerga chiqib yodlab olgan so'zlaringlarni deklamatsiya qilmaysizlar. Tomoshabinlar buni biladi. Endi kim bilan uchrashidi? O'zinglar o'ylashqash turinglar. Yanala 100-chi qismimizga yarashgan izchil programmamizga yo'l qo'yilgandan hozirgacha bizga taklif fikrlarini ayamay, biz bilan bir safda turgan ustozlarimizni sizlarga tanishtirib o'tay. Xinjiang Mingvi advokatlik ish o'rnining pishqan tajribalik advokati Xalida Abduzadam. Qarshi olamiz Xalidada. Sevimli o'qituvchimiz Xinjiang San'at sho'yining professori Gulzar Temur muallim. Qarshi olamiz muallim. 100 qadamlarimizga guvohchi, alqishliq psixika maslahatchisi Ali muallim. Qarshi olamiz. Muborak bo'lsin Ali. Xo'sh, o'zimizni qutlayotgan damlarda endi yanala asosiy maqsad nishonni sizlarga og'diramiz. Sizlarning baxtinglar bizning asosiy maqsadimiz, chiqish yo'limiz. Qani qizlar, kim bilan uchrashishni xohlaysizlar? Masalan, 3-numur. Xil o'ylashdingiz-a? Algigingizni tas qilib to'xtagan 3-numur bo'pti-da. Qani Rustam, chiqamizlar sahnaga. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizni tanlab qilishingizda ma'lum bir maqsad bormi yoki bundan birini ko'rganmidingiz? Sizga ko'mdim. Ko'mdingizmi? Misha tunji qitim ko'rishmamdi. Ismingiz? Ismim Shamshnur. Shamshnur. Mening ismim Rustam. Bak o'ylashib ketdingiz, voytin. Shunga deyman-ku. Ko'nglingiz qanday gap bo'lsa, sizga o'tinib beray. Nima
deb so'rasam bo'lar. Ko'nglingiz kelmasa, Yo'q, ay. avval ko'ngilni ayoproq gapirmasa bo'lmaydi. Hech vaqt Ko'nglingiz kelib qolgandek. Men intan yig'ir besiq. Ma'qul. Men lekin bek sen ig'ir besiq emas. Bo'ldi. Siz to'y qilganmi? Qilgan. Ajrashgan? Hech shunda beraman. Ajrashgan kelmadimi? Ha. U to'y qilib turib yakka olmaydi. Shu qarsam, endi to'y qilgan chiray tursiz, shunga avval ko'nglingiz kelib qolmasin deb kechirim so'rayman deb so'rashim. Bir qizimi bojimi? Yaxshi bo'pti. Yana chi boshqa savollaringiz bormi? Mening sizdan so'raydigan muhim bir savolim. Agar masalan siz to'yqana ayolingiz tasodifiy sal ig'irroq kasal bo'lib qilib sizga iqtisodiy bisim tushirib qolsa, qanaqa qilasiz? Men oldim seni degan kundan boshlab meni adimim bo'ldi emasmi? Iqtisod jihatdan har qanday bo'lsa-mu topqil bo'ldi deb pul deganni. Adamni topqil bo'lmaydi. Bir umr men bilan yashaydigan odam bo'lgandan keyin qanday bo'lishidan qat'iy nazar cho'qim davoldim. Bu o'yingizdan ta'sirlandim. Lekin endi ba'zi bir erlar bor, endi oldi biroq balaqi azroq bir kasal bo'lib qolsa, og'riq silah bo'lib qolsa, ba'zi erlar ayolni shu qizning ota-onasiga davolatishga tashlab qo'ygan erlar bor-ku. Shunga bu savolni so'rashni o'ylab qoldim. Endi amadam o'xshamaydi emasmi? Xuddi 5 qo'l o'xshamaygandek. Mening xarakterim bo'lsa mas'uliyatchan. Qilgan ishimga ega. Rahmat. Yana boshqa savollar bormi? Yana boshqa savolim. Siz so'rang, angacha mening kallamga yeni savollar kelsin. Sizga nisbatan qanday o'g'avallar sizga ishonch tuyg'usi ato qila oladi? Menga nisbatanmi? Menga nisbatan men ishonch tuyg'usi ato qila oladigan o'g'illarmi? Nima desam bo'lar? O'ylanib bilamayapsiz? O'ylanib bilamayapman. Lekin O'ylanamsiz? endi har odam o'xshamaydi, masalan siz yoki boshqalar. Masalan mening o'zimning dadam desam bo'ldi. Hammamiz o'xshash, hammalar o'xshash erkishda bu yerda. Ishonch tuyg'usi, endi obyeksiz degandek, ayolingiz kasal bo'lib qolsa, siz tashlamayman dedingiz. Ashmo shu ayolga bo'lgan bir eng cho'ng bo'lgan bir ishonch tuyg'usi. Dal shunda ig'ir kunlarda qanday kun ko'rishidan qat'iy nazar tashlamagan, yotlashmagan, ko'ngliga azor bermagan, shunchalik ig'ir kasallarni tortib ketsimi, yana qishida manba. Men qishingda manbaga deb to'g'a aykishi, mencha shu bexatarlik tuyg'usi beralaydigan aykishi deb qarayman. Yana bir savol so'ray. Sizlar qancha bola? Biz 3 bola. Bolaning qanchinchisiz? Cho'ngman. Cho'ngmi? Atangiz bor shunaqa. Bor. Sizga yabons mandaroq bolani topgan yoki mandoq deb birasini tunishtirib baxtmi o'tkilar? Ya, tanıştırıp baxımda bu kam kelib, to'y ishchatda hech qaysimizni zo'rlab baxmadi. O'zingning tapqining ko'ngling xolagan tap. Biz uni majburlamaymiz deb shunga 30 yoshga kirdim, to'y qilmadim hozirgacha. Ya bunda turaman bo'lmaydi. Turavermayman, az qoldi. Bo'ldi. Mening boshqa savolim yo'q. Endi demoqchi bo'lganim, sizning uyingizdagilar siz topgan odamga cho'qim qo'shildi, shundaqmi? Qo'shildi. Mening ota-onamning ideyasi xil ilg'ar. Chunki biz uyda 3 bola bo'lib, uchimizni o'qatgan, uchimiz tajvid o'qanlar. Şemşinurdan bir savol so'ray, hozir gapingizni anglab kelgim kelib ketdi. Az qoldi degan gapingizning ma'nosi nima? Tirish baqay demoqchi-da endi. Yo'q, miyaga kelib yana az qoldi deganingiz topqidingiz bor bo'lib to'y qilganga az qoldimi ya? Uchrab qolsa ep tushib ketaman bu yerda. Kimni kim olib tushib ketdi hozir? Hozir Men o'g'illar. Nima Rustam bir savolni so'rgandichu, nima deb so'radingiz Rustam? Bunda turaverman. Bunda to'yverman 30 yoshga kirib deganda az qoldi deydi. Hozir mana men olib tushib ketaman degan gapni qilib bo'ldi. Qani kimni olib tushib ketdi? Biz og'amchini qo'yib o'taylik. Yili men biroq shig'iman shu vaqtda. Qaraylik ya natijaga. Qani. Oy, 100-sonning xosiyatimi bu?
Yigit qizlar boshqacha ruhliq, ha? Qani. Endi mush qag'allarmi? Qoidalarni ancha-muncha bilasizlar. Men mush qarasam 100-chi sonimizga yep-yangi mehmondan birisi kelgandek. Appak tantarbiya chapini bilan bir inim turibdi. Mush inim o'zini bir tafsiliyroq tunishtirib baqqan bo'lsa. İsmi Muhtarjon. Qashqardan asosan Urumchi turaman. Nima xizmat bilan shug'ullanasiz? Koyji. Boshqanning koyjiligini qilaman. Ko'jilik qilsiz, moliya boshqarish xizmati bilan. Ha. Xizmat qilayotgan qanchalik bo'ldi? 3 yil oldu. Programmamizni ko'rayotgan qanchalik bo'ldi? 1 yil oldu. Bir yilingizcha ko'ryapsiz. Yoqtiramsiz? Yoqtirman. Ilgari tunj ko'rgan vaqt qatnashishni o'ylashganmi yoki ko'rish jarayonida men qatnashib baqaymi deb qoldingizmi? Ko'rish jarayoni bir chiqib o'zim sinab baqay deb. Ko'z oldingizda 4 nafar qiz turibdi. Mush qizlardan agar paranglish to'g'ri kelsa, kim bilan paranglishib yiqishni xohlaydingiz? Birinchi numarali. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz Urumchida ishlayman dedingiz, o'zingizningki yurti nada? Qashqarda. Bu yil qancha yoshga kirdingiz? 22 yosh. Siz tomoq italamsiz? Azroq bek bilmayman lekin. Bak o'ylanib javob berdi-ya. Nim tomoqlarni aytalaysiz? Masalan, suyqash, lekin oddiy tomoqlarni aytalayman, masalan. Atigan odat etadigan nim tomoq bor, masalan. Masalan, shifan degandek suyqash ashtalarni aytalayman. Suyuqsalang tomoqlarni aytalaysiz. Quyuqroq tomoqlarni-chu. Ancha bak aytamamsiz. Polo degandeklarni aytamayman. Mush javobidan hayron qoldingizmi yoki ancha hayron qolmadingizmi? Hayron qolmadim. Qolmadingiz. Qabul qila olasiz. Demak, atraf tomoq etamayman yoki ancha etishni bilmayman degan gaplarni anglabsizda yaqinda. Ha, to'g'ri. Bo'ldi. Mushunchalik paranglashamisizlar? Siz nerdasiz? Men o'zim Xotandan. Hozir Urumchida turyapman. Urumchida ishlab degandek o'qishib turib, mush yerda ishlayapman. Balon cho'masiz? Ha. Biz 3 bola, men balon cho'y. Sizchi siz balaning nechinchisi? Cho'y. Necha balasizlar? Ikkinchisi dedi. Ciddiy bizning nechinchi balish keligini unutib qoldim mana. O'tiranchisi ekansizda? Iniqku? Iniq. Ha, 3 balning o'tiranchisi. Ha. Aka sanglingizmi yoki qanday tuqqanlaringiz bor? Bir acham, bir inim bor. Acha iningiz bor. Sizning-chi singlim? Meningki bir inim, bir singlim bor. Siz bundan keyin Urumchida turishni o'ylashib baqdingizmi yoki ishlab bir mazgil tug'andiga ketamsiz, yurtingiz Qashqarga? Urumchida turman. Xo'sh, o'rtaq bir savol hammanglardan. Sizlar yaxshi ko'radigan qandaq tantarbiya turlari bor? Birisi bo'lsin bo'ladi. Mushu javobda bir o'rtaqlashib beqinglar, qani hammanglarninkini anglab baqim bor. Men tik-tak top o'ynashni yaxshi ko'raman. Tantarbiya turlarini asosan yaxshi ko'raman. Pay top, andan keyin voleybol o'ynashni yaxshi ko'raman. Pay toplam. Gimnastik oynashni yaxshi ko'raman. Gimnastika. Ben futbol Futbol. Tantarbiya turidan hammasi zot qiziqaman. O'zingiz bakrak yoqtirib o'ynaydigan biror tur bormi? Futbol. Futbol. Futbol o'ynash bilan usul o'ynashni yaxshi ko'raman. Futbol o'ynash bilan usul o'ynash. Usulg'im qiziqaman. Ha, hozir men tantarbiya tursam san'atni qo'shib qo'ydingizda mana. Bo'ldi. Bir top futbolchilar turibdi mana ko'z oldinglarda. Hammalarning o'rtaq bir qiziqishi bor ekan, u bo'lsin futbol ekan. Qizlarning har xil ekan, pay top, tik-tak top, pay top, tik-tak top, gimnastika degandek. Xo'sh. Daqda birinchi bosqichda tunji uchirishda savolinglar bo'lsa, hozirning o'zida fursatni tutinglar. Mayli kimning savoli bo'lsa. Bo'lmasa, mishada oxirlashtiramiz. Qiz yigitlarning o'z xohishi bo'yicha biz birinchi bosqichni mana mishada oxirlashtirdik. Endi ikkinchi bosqich tomoshabin do'stlarimizni yoqtiradigan, alohida diqqat qiladigan hamda yoshlarning qizg'inligini shukur ko'tarayotgan o'rtaq tushuncha bosqichi. Video qarab turib ko'pchilik o'rtaqlashadi. Nim bo'ldi? Doğram tapamayaptım. Ichidan vaqt qolgan. Nim do'rmi? Qo'rqinch do'rsi.
Hey, neçe vaqtdan beri manga bir pullarning ishiltma. Shuning qaraganda menda olgan pullarning hammasiga o'rg'iltish dorisi olgan o'xshamabsa? Man qara. Bu o'rg'iltish dorisi degan ismidan chiqib turibdi. Dora. Demak, uning badanga ma'lum nisbatda ziyon bo'ladi. Sen uning o'rniga sog'lom o'rg'daymaysan, birinchidan tomoqni ozroq kontrol qilsang, uningdan boshqa chiniqsang, tabiiy, nihoyatda tez o'rg'ilay olasan emasmi? Bu ishlarimdan chiqib qachon berib chiniqib bilmayman yega. Onasi bu chiniqishga xo'shaqmisa menga. Mana shu xo'shaqmag'ashqa samir ketgan gap. Bo'ldi. Men bu qusqimni tushirish uchun, sen o'rg'ilishing uchun ikkilimizdan chiniqish o'rni bor emas. Nima o dora deb? Voy bishimni artmay menga. Qizlar qo'lig'ini eng sezgur tutadigan bir temadan birisi chiqdi ya. O'riqlash. Lekin to'y qilmagan, farzand yuzida ko'rmagan qizlarga nisbatan bu pek cho'ng qiyinchilik bo'lmasligi mumkin. Yoshning cho'ngayishiga ergishib bu o'riqlashma bir masalaga aylanadi-da. İslamcı qiyib ketgan vaqtlarda deyli. Xo'sh, endi mushu qiz yigitlarning mushu er ayolning suhbatiga qarta o'ylaganlari bo'lsa, o'tirib qo'yinglar, o'rtoqlashaylik. Meni his qilganim endi shu tantarbiya orqali o'rg'ilsam degan his qildim endi shu. Sizce erining degan to'g'rimi? Men yerna degan to'g'ri deb o'ylayman endi. Mening his qilishimda hozir jamiyat yiqib ketayotgan saxta o'rg'itish to'g'risi deb bu xanım qizlarni ko'p qo'yib bag'ash ahvollar ko'p bo'lganligi sababidan ham uning ustiga bu ayollikka o'zaro mehrda, oilada o'zaro kuyinish, muhabbatning cho'nqurligiga ham emasmi bu to'g'ri deb ham badanga ziyonlar buni sayis qildingmi? Uningdan biz sog'lom chiniqsaq bo'lmamdi deb sog'lom chiniqishga da'vat qilyapti. Shuni his qildim. Mening his qilganim bo'lsa, endi Dora. Do'rining 60% beden paylık bo'lganidan 40% ziyini bor. Şuna her qandaq bir ya ağrıp qalsındır ya o'riqlashdandir, qanday bo'lsa Do'riga islamay. Yani tan tarbiyani ko'paysak, bizga asosli tushuntirib berganini oshundoq deb his qildim. Ayolning o'g'irligini his qildim. Ha? O'g'rin demakchi. Ayolning sal o'g'irligini his qildingizmi? Ha. O'g'rin bo'lgach azroq samir qopdi-da. Ya, bunda sırt aylanadigan vaqtini bunda bir jonshifanglarga berib, sog'lom o'riqlasam bo'ldi. Doğru deganman ziyon qildi. Demak, aldirashlik vaqtim yetmasa deganni bir bahonadek anglabsizda. Ha. Endi mush o'g'illar, kelgusi turmushinglarda keyingi hamroyinglar, masalan, ya tug'utdan keyin deymiz va yoki ma'lum bir ta'sir kayfiyatlarningki alomatidan samirib ketib qolsa, sizlar mush ekrandagi erga o'xshash chiniqishning tashabbuschisi bo'lamsizlar va yoki salomatligingga daxli yetmas mayli mush bet tursangmi demsizlar va yoki qana qilsizlar. Menimcha bo'lsam debek nim qilmay, masalan, tan salomatlik yaxshi bo'lsa, harakat qilib, ancha-muncha bir tan harakatlarni qilib, ashtanim qilsa deb o'ylayman. Mening ko'z qarashimda agar bunday ahvol tug'utdan keyin yoki burun bo'lsin, endi sharoitni yer berishcha agar mumkin bo'lsa, o'zimizning salomatlikka foydali emasmi bu o'riqlash deganmi? Shuningga da'vat bo'lma agar mening rafiqamniki endi o'g'irlik yoki xo'shaqmay bunday ahvollar bo'lib qolsa, buning bismini yengiltish uchun balkim uni da'vat qilmasligim mumkin. Qilmayman. Demak, shu holatni qabul qilsiz. Shu holatni qabul qilaverib, yon turmushimni davomlashtirman. Aldirashlik degan bu bahanachu. Vaqt chiqirmasa chiqag'il bo'ldi. Telefon qargan vaqtlarini, boshqa vaqtlarni chiqirmasimi chiqag'il bo'ldi. Bir kunda bir 10 minutda 15 minut pastga tushib cho'glab pasma shuni bir tantarbiyaga kirdi hisobda. Badan shunda foydali. Men o'zimni hisob qilsam, qarshi shunda o'riq ko'ringandan 74 kilo chiqaman. Kunda kuchingiz o'tirdi ekanda. O'qimadim. Kunda deganda az deganda shu 20 minut atrofida badan qizib bermanchi. Ha. Shunga meningmi kelgusidagi ayolimga nisbatan-chi. Atgan men bilan chiqsa, ham ko'ngillik bo'ldi. Ham badaniga foydalichi. Bo'ldi. Mencha ham pek o'riqim bo'lib ketmasa, pek simizim bo'lib ketmasa, normal bo'lsa, salomatligiga daxl yetmas bo'ldi deb o'ylayman.
meningcha urug'lash deganda ayol kishilar bo'lsa urug' bo'g'isi keldi. Endi bu ayol kishi urug'lash uchun cho'qim to'g'ri usulda urug'lash kerak. Meningcha bu videodagi er kishining degan to'g'ri, doğru degan yanla doğru. Agar chiniqib billi chiniqayli dedi-ku ayol kishi ko'yinish nimasi bor ekan. Billi chiniqib ishlar qilsa deb o'ylayman. Mening ko'z qarashim bo'lsa, shu yo'ldish degandek o doğrular haqiqatan hozir bek ko'p bo'lib ketdi-ku. Shu bir maslahat bir doğru o'rxiltish to'g'risining ichida, masalan, o'sha 4 qiz bo'lgan bo'lsak, 4timizning ichida faqat birsimizga cho'qim yaxshi ta'sir qildi, birsimiz o'rxlaymiz. Lekin qolgan 3imizni o'rxiltish natayinchu, balkim badanimizga belgilik ta'sir zaxmlanishlarni olib keldi-ku. Shunga shu tanarkat bilan o'rxlash eng yaxshi usul. Şahsen özlemle bilsem, ben bu gün ettiğini hiç bulmağında 3 kilometre yürüyeyim. Benim bu videodan düşüngenim, bu videodaki er taraf ayağını kemsitip, boyu semirip gitipse, oruqlasa olmam da deb, onda demey, işkimiz tağ berip oruqlaylı, işkimiz tağ çiniqaylı diyen yeri meni en tesirlendirdi. Hem köpünce erlerinin onda deyişi bek azcu can, Səmürü kitibsə oruqluğuna mənə deydiğə ərlər köpsanı yellaydım. Ayalı bilən billə berib çınıqsa, gəncin tərəfini mu yuqur kütəgil buldu. Onu ki, tən oruqlab, köngüllük, adam zerkib qamaydı oruqlıqsa. Dər tərəfdən yaxşı. Müşünçən. Bazı doğru yemək təbii oruqlıqsa yaxşı olam gedib oyladım. Demək, ərini qolladınız. Sizce Ali, videonu görüp nemini his kıldınız? Bu semirip ketiş degen bunning hua deymiz-ku. Biz bunning hua degan nima desangiz, odamning ichidagi funinglar bunning deganda ikki narsani ko'rsatdi. Birisi Xing Yuan, jinsiy emas, yana birisi shundoq ishtahaga aylanish. Bu nima degan gap desa, masalan sizning qo'sqingiz ochsa, sizning badaningizda yemeklik az qolganda qo'saq ochidi-ku hamda. Buni yedingiz, qo'sqingiz to'yganda bu xil qo'saq ichish degan tuyg'u bo'lmaydi. Biroq semizlarda undaq emas. Semizlar tomoq yeydi, qo'sq to'ysimi, qo'sq ochgan tuyg'udan qutlanmaydi. Demek bu yerda sen birim yedin, qo'sqing to'ydi bo'lmasa, ammo senda yanni qo'sq ichish tuyg'udan mustasno olanmasa, yana qo'sq ichish tuyg'usi bor degan gap. Endi bu nima desa, mushadagi qo'sq ichish, ya'ni qo'sq to'yab bo'lgandan keyin qo'sqining ichishni biz binning hua asli bu qo'rqish, ma'ning oyna ketadi deb qaraymiz. Shu binning hua degan gap, halaqa funinglang odam vujudida yashashi funinglang qo'saq ichish oyna ketdi degan gap. Bu nuqta ilib etgan vaqtda semiz odamning uruqqa olishi mumkin emas. Mening bir fantam bo'ldi baribir. Chufey hamda ishtahasiga aylanib ketib qolgan hissiyotni azlatmasa, u chuqur bir nima yeb oldi degan gap. Hamda mening bir do'stim bor, bu doktor hamda. Bularga oshqozon bo'g'ash operatsiyasi qildi-ku. Endi men buning bu xil usulda urug'iltishga men qarshi. Nima qilsa? Chunki men uni dedim, sen bu xil usulda buning ishtahasini, oshqozonni bo'g'ding. Endi bu birim yemmaydi. Ammo birim yemmagan bilan birim yeyish orzusi, birim yeyish tuyg'usini sen yo'q qila olmaysan. Natija nima bo'ldi? Bu xil ehtiyojini bosolmaganki yeyijinglar qoldi. Ha. Chunki tomoq yeyish orqali saqlatdi bizning nimasini. Shunga bir semiz odamning tomoq yemasligi yomon bir azobli ish. Turmushda xuddi bundan keyin turmushdan hech qanday ma'nosi yo'qdek his qilib ketadi. Ash bir shunalik jiqadam deymiz-ku, azizsan olmamdi degan bilan bu yerdagi semiz odamning oz tomoq yeyishi tomoq uchun emas. Uning mundosh qo'ygan vaqtda butun hayotdagi ma'nosi shundan kelib qoldi, shu tamdan kelgan gap. Şuna semizlikning uruqlishi unda oddiy bir ya bir tal doğru bilan yoki 4 kun etdiganda jug'urib qo'ygan bilan yo pabujida minib qo'ygan bilan va yoki bir kun etdigan qo'paplam irod bog'lab qo'ygan bilan hal bo'lmaydi. Uning nurg'un nimasi bor. Eng muhimi uning qo'saq ichishdan iborat mushnimisini azaytish kerak. Tabiiy azaytish kerak. Buni tabiiy azaytish uchun shu narsaga aylanayotgan funinglang azayganda qo'saq ichish aziydi degan gap. U chaqda anda bir normallar. Masalan, qo'sqimiz to'ydi, bo'ldi, qo'sqimiz ochmaydi. Ammo sen qo'sqimni to'ydi, qo'sqing ochdi degan gap 100% obes deymiz hamda
tijongni yuqori qo'ygan. Gülzar malum bu videoni ko'rgandan keyin balkim qizlarga o'xshash, o'g'illarga o'xshash to'g'ri sog'lom urug'lash qarshi deganlarni o'ylagan bo'lishi mumkin. Endi ayollarga nisbatan aytganda bo'libmi 30 yoshdan keyin 40 yoshdan keyin urug'lash haqiqatan bir masalaga aylandi. Mushundaq vaqtda ayollar qaysi nuqtalarga ko'proq ahamiyat bersa bo'lar? Men o'zimning bir tajribasidan so'zlasam bo'g'dek. Ma videoni ko'rdik. Demek bu bir jup inoq aile bolalar ekan, yoshlar. Demek bu doğru bilan urug'lama. Chu tantarbiya bilan, boshqa sog'lom usul bilan urug'laylish qilmizdan dedi. Nayt to'g'ri gap qildi. Sizlar shunchalik yaxshi to'g'ri javoblarni qaytirdinglar. Men bu semiz amaliyotda rostimiz. O'zim kunab ketdim bu semizlikka amal yo'q, biroq hozirmi men tirishib iloj qilib yana urug'lasam azroq, yana emas hamda urug'lasam bo'ldi demoqchi. Shu tug'utda semirib olgan. Men Qashqarlik, Qashqar shahridan bizning ota-onamiz azaldan ham cho'nglar shu yaxshi baqsaq bo'lam Urumchiga borsa, bunda ota-onamiz shunchalik yaxshi beqibdi deb loppada damdaliqi ko'rinsa, yaxshi beqibdi degan bir ang bo'lsa muqudlarga deydigan yoki aslında bir göz qarashda bu çoğlarning, bizning çoğlarda ashda edi. Endi biz o'zimiz kelgandimi, vaqtda uqmaymi shu 80-yillar oxirlari, 90-yillar başlarida bo'lgan tug'utlar bo'lgan ekan u. Bizmi ota-onamizning degan to'g'ri o'xshaydi deb, men avrus shu 40 kundek yotgan ras. Onu men kiyimni toza qabul qilmadim. Asli u 40 kun yetishdanmi ajdi yo'q ekandik. Yaxshi siz degandek yiqilib andan tan tarbiya bo'lamdi. Diqqat qilish kerak ekan. U vaqtda mening ishimdagilarning o ideyasida unchalik ang yo'q-ku. Andan men asli bir kino artisi, bir muallim sifatimdimi, onda ang da keyingi yillarda paydo bo'ldi, kechikib qolibdi men. Mening bolammi bir yosh kirgicha o'rg'ilgan, biroq mening ash tiram so'zilib bo'lgan. So'zilib bo'lgan ekan shu tug'utda. Men bir 38-40 kirib bo'lguncha men yana qaytadan 70 kiloga chiqib bo'lgan. Shunga endi shu semizligim davomli semirib, mushkunda 80 kilodan ortiq men hozir. Amaliyotda tan salomatlikka yaxshi emasga. Tan salomatlikka daxliydi ekan. Yaxshi mening daxliydi pek ig'irga bormadi. Biroq shu diqqat qilmasam, yana shu ashunda qon ko'p yoki may ko'p deydigan narsalarga oz qopsan degan doktorlar. Shunga davomli men kallamda bir o'rug'lasam 80 dan to'g'rilasam bo'ldi deydigan ideya bor. Men 80 amaliyotda kilo, Mushu doğru içtim, men qo'rqima ham ichib paqdim. Aras o'rug'ilga o'xshaydi. Şu televizorda ko'rib, amalarning rasmi o'rg'iltib qilayotgan o'xshaydi deb televizordan paqdim degan shu qo'voladin. Bozordik ancha-muncha anglagan sirtdagi do'stlardan paqdim. Har xilni qilib paqdim. Biroq ras fantan. Qaytadan buni davomli xajlab turib, davomli ichib turib qilsangiz, andan bulamdiki meni onda irodam va kuchli emas ekan. Shunga samarga edim. Andan qo'sqim ichib kelsa, hozir ilim olim degandek. Menda jiyoganga shu bo'lar. Mana shu tanliqqa tuyallab ketamdi. O'rug'li nima? Qo'sqim asla bek bishim qiyiqtigan yoki ko'nglimni shiktigan. Bular natijalarni oldida daha shu soat shunga 12 dan ishib kelsa, tushlik vaqt. 12 dan keyin tomoq yesam, men og'rib qolma, beshim og'rib ketdi. Ashta holatda shu men qo'rqibmi, davomli 3 vaqt tomoqni vaqtida qaraydi deydigini. Bir yerda aşan tomoq olsun kiribli yeydigan men u xijil olmayman. Qo'sqimnilar to'xlaydigan ish bo'lsa, o'zim yolg'iz kirib yeyaverman oshxonalarga. Demek bir iroda bo'lish kerak ekan. Birga risolat andan tan salomatlikka bog'liq ekan u. Yana birga irodaga. Mening irodam bek kuchli emas o'xshaydi deyman. Chunki men qo'sqim ichib kelsa, raschi deyolmaydigan, ko'zimda yosh chiqadigan. Aslında bir ishlar bo'lmasin deb oldidan yavolmanda vaqtida tomoq yeyman. Da men o ishdan kelib tomoq etib yeydigan emas. Men ulguramayman onunga.
Nerede teyyası olsa şunun ucugurayma. Demek bu anı sizlerden yaşlar hazır yaxşı salamet bunda oruqlaşa, təsəlamətin çiniqdiriyotqan degan şu kichigidin to'y qilmasdan boshlab diqqat qilayotgan yoshlar ko'p hozir. Men shuni naydi yaxshi o'ylayman, yaxshi deb bilaman shu angni. Yosh vaqtida to'y qilmasdan burun ash ang paydo bo'lsa, tug'utda diqqat qilsa, tug'utdan keyin diqqat qilsa, bu bir xil holatda tura oladi deb o'ylayman. Menda shu ang bo'lmaganlikdan davomli semizlik meni qiynab turyotdi. Hozirmi men ko'nglimda yana biza uruqlab 5 kilo uruqsam bo'ldi deyman, biroq yana bir turib yana mening bu ishimda bo'larmi ya deydigan anda eski amba ideyam iradam kuchli emas shunga bo'lganda. Emniyatdan uruqlash, sog'lom turishga bog'liq ekan. Tan salomatlik uruqroq tursa, hamda uruqlab bakliqi ojiz chiroy bo'lib ketsa-mu, men uni yaxshi ko'rmaydi ekanman. Men birda o'zimni yana bunda paraldab tursa yaxshimi ya deydigan yana amba. Bak uruldum deb sog'irib tatirib solishab yursa, men uning yonishidmaydi ekanman. Qarab vajon, endi solishab sog'irib turganning foydasi, uningdan sal to'liq chiroyli tursa yaxshi emasmi deydigan. Sizdek tursa yaxshi mana. Demak, salomatlikka bak ta'sir bo'ldi-ku bu semizlik. Shunga shu videodagi yigit degandek sog'lom tantarbiya bilan ondan tomoqni kontrol qilib chifin bog'dab qo'ydi hozir. 10% yemək 7% da çabdu aşında qilaydigan ideya kichigidan bo'lish kerak ekan. Men shunchlikday rahmat sizlarga. Samirib ketish bu bir necha xil omillar jiq samirib ketishning birisi irsiyat sababidan samirib ketadi, yana birisi ko'p harakat qilmaslikdan samirib ketadi, yana birisi tomoq nadidan ortiq ko'p yeyishdan samirib ketadi. Lekin mushu bir-birini haqiqiy yaxshi ko'rgan, chin dilidan so'ygan bundaq oilalarda bir tarafning samirib ketishi oilasining buzilishiga sababchi bo'lolmaydi. Gerçi hamda shundoq bo'lmagan taqdirdami, lekin mushu faqat bizning tenimizla o'zimizga xos bir tan bu. Bu tanga biz mas'ul bo'lmaymiz desak, amalda samirib bo'lgandan keyin o'ruqlashni emas, shu samirishning oldini olish tadbirini cho'qim har vaqt esimizdan chiqarmasak bo'ldi. Masalan, menmi hozir nihoyatda zo'r tirishchanliklar bilan, bak qattiq tirishchanliklar bilan hozir o'zimni 70 dan oshirmayman deb tirishchanlik qilmayman. Anda qanday tirishchanlik qilsiz deyishinglar mumkin, dori yemsiz deb. Dori yeyishni qat'iy qarshiman dori yeyishga. Dori yeyish odamga aks ta'sir berdi. Bir butun badandagi ozuqliqlarni hemen tushirib Shunglashqa men dori yemayman. Ammo kunimga bir vaqt tomoqni oz yeyman. Har kunimga bir vaqt tomoqni oz yeyman. Mevani ko'p yeyman. Ondan keyin mushu qizlar to'yqandan keyin sizlarga deb qo'ydigan gap 40 kun ilqi karvat yetib oldigan ish bo'ldi-ku, men buni qo'llamayman. To'y qilib balliq bo'lgandan keyin, tuqqandan keyin odam bek ojizlab ketadi. Ojizlab ketishini yetib olish uchun emas, harakat qilib o'zini kuchlantirish kerak. Men 5 kunlik yotgan. 5 kundan keyin o'zim o'rnimdan turib ketib, o'zim tomoqlarimni o'zim yetib, ballig'i o'zim qaragan. Hamda ota-onalar o'zini ilqib obdan kutimiz deydi, o'rnidan turg'izmay yotqizish shu odamga qilingan bir xil ziyonkashlik. Shu o'rnidan turmay yetib-yegandan keyin samirib oldi, samirib bo'lgandan keyin uni tushirman deyish baktaz elimalim dedi, baktaz. Xalidada sizdan qiziqarli bir savol so'rab baqaya. Mushu mayli er, mayli ayol tarafda bo'lsin, attidan ziyada samirib ketish sababidan turmushi buzilgan oilalarni uchirtib baqdingizmi? Bunday ahvollarım yo'q degil bo'lmaydi. Biroq hamda uni gerçi arznamalarda ayolim bak samirib ketdi demagan bilan uningga nurg'un ayiblarni qo'ydi. Masalan, o'zi salomatlikka diqqat qilmay, uyni pokiz tutmay, o'rin, tomoq atmaydi, uyni yig'ishtirmaydi, kirqat jumaydi degan boshqa bir bana sabablarni o'ttirg'i qo'yib turib, ajrish qiladiganlarmi bor. Ondan keyin o'tganlarda mushu to'g'risida bir xili yillarning oldida men bir taklif fikr bergan, shundaq bir e'lon ishlangan-ku. Mushu bak samirib ketish sabablik, hay, burunqi chaqlaring qancha go'zal deydigan mundaq bir e'lon ishlanib qolgandi.
Şunun o'xshash hamda odam samirib kelsa o'zining mau badan sapasida zo'r o'zgarish bo'ldi. Ayollarning iskatida misol o'zgarish bo'lib qoldi. Shunlashqa shu kelgusida rost deganda ba'zi vaqtlarda bevosita bo'lmasin vositlik qoldi ajrashishning bir sababi bo'lib qoldi. Shunlashqa ayollar shu o'zining badaniga mas'ul bo'lsin degan deydiganlar umidim bor. Ammo dori yeb urug'lash bu nima emas. Yaxshi tanlash emas. Cho'qim ilqima videoda ko'rsatilgandek yo'ldoshi shunday yaxshi bir taklifni o'tirib qo'ydi. Chiniqsa olmamdi, ikkilimiz chiniqsa olmamdi deb. Ayol ikkisi chiniqish usuli bilan o'zining shu samirib ketishining oldini olsa bu intayin yaxshi salomatlikka foydali ham urug'lashning bek foydasi bor. Endi ikkinchi bosqichni mishada oxirlashtirsak, fikringlar bormi? Agar mening o'sha udilim turgan falana qizdan so'raydiganim bor desanglar, hozir harakat qilinglar. Qizlarmi ham shu? Vaqt oltindimmi qimmat degandan kimma aytgan bo'lg'aydi ya? Men bu programmaga qatnashgandan yoqqa bir ish qism bo'lib qoldi ya. Birasida bir savol so'rab qo'yibdi. Men bu 3-numurli qizning bir savol so'rab qo'ygan. Yaxshimisiz? Yaxshi. Qarasam toza yaxshi emasdek tursiz, oldin ketdim bir chiqdik-ku deyman billashkaylar. Ha, oldin bir chiqdik. Uçalı keyfiyatı şunda yaxşı, xoşal ko'rinayotganingiz bugun sal keyfiyatingiz to'g'ri emas. Bugun mijozim yo'q shu an. Batta sizning o'riqlashga boshqa turadigan shu deb o'ylab qapti. Bu altida o'riqlisi yo'qolib ketdi sanlam. Elimi yetarlik o'riqga. Lekin Alimjon bek to'g'ri his qilibsiz. Bu singlimizni men bayatdan beri azroq kuzatyapman-da. Xudo sizga o'xshash. Bedeni mush sahnada, xiyoliy sahnada emas. To'g'ri. Bu rayonda emas qilib. Ha. Alimjonning menimcha bilgisi bor. Bugun mijozim yo'q. Iboyatim doktorxonadan udulam kelgan shu an. Lekin intayin güzel bir bahane oldu. Demek Alimjon yetarlik javobga erishamagandak his qildi ya. Rost javobga erishamadim deb o'yladi Alimjon. Bo'ldi. Yana savollar bormi? Suhbatni shunday qisqa qilib oxirlashtiramdik. Ko'nglinglar unamdi. Bo'ldi. Ikkinchi bosqich mushada oxirlashdi. Endi biz naqsha anglaydigan yerga keldik. 100-sanға rejissorlarimiz qanday naqshlarni o'rlashtirgandi? Qani birlikda anglaylik. Yüreğimni iyiler, oyun kabi çögüler, kızım şu bir hissiye. Aram vermey ekler, ekmo yumuşak pepeler, kış uğrat bina aram vermey ekler, ekmo yumuşak pepeler, kış uğrat bina Eslep ki ben yesil o hebedim. Eslep ki unutulmaz birinci muhabbetim. Şu çağ yüreğimde kaldı da en büyükken unutulmaz birinci muhabbet
Eslep söygen yarımga Suğa kıldım akşamni Onça bulsun tutkan ben Eslep söygen yarımga Suğa kıldım akşamni Onça bulsun tutkan ben Eslepki Yanlısın muhabbetim Eslepki unutulmaz birinci muhabbetim Suygen yarımga Soğuk kıldım akşamni Onca bulsun tutkan ben Eslep suygen yarımga Soğuk kıldım akşamni Onca bulsun tutkan ben Eslepki en iyisi muhabbetim Eslepki unutulmaz birinci muhabbetim Baldur dese baldur emas baldur emasmikin dese baldur degandek ma 3-chi bosqichda endi qaror qilgan yerga kelib bo'ldinglar-da hozir. Bo'pti endi. Tuyg'unlarga ishinib sinab beqishga jur'at qilib qaror chiqaringlar. 3 2 1 3 2 1 başladık. Yüzüncü sanda bo'lsa-mu lap-lap qilib bir chiroqlar yinib ketgan bo'lsa, albatta. Mishaga chiqqan qiz yigitlarga muborak bo'lsin deb ketgan bo'lsak, albatta. Bu arzugu. Bu arzularga burun yetgan. Yetib kelyapmiz. Endi 100-chi sanda cho'qim bo'lish kerak deb majburlayamaymiz yoshlarni. Xayr bo'pti. Bugungi programmamiz oxirlash oldida. Elchi programmamiz izchil ko'rsatilib kelyapti. Mush programmani ko'rgandagi ta'sirotlaringizni to'g'riliq o'rtoqlashib baqsak. Meni alayda bu programmaga taklif qilganingizga rahmat. Sizlarniki bu shu programmalar yo'lga qo'yilgandan buyon men bir necha sonni ko'rdim. Buniki ijobiy nuqtadan aytgan vaqtida jamiyatga ta'siri intayin yaxshi bo'ldi deb qarayman. Men shunday ta'sirlandim. Sizlarning ma programmaning ijobiy roli qaysi jihatdan bo'ldi deganda biz burungi davrlarda masalan bir malida o'tasak muomalaning bishidan oyog'igacha bo'lgan hamma oilalarni bilatdik. U oilada kim qizlar va kim yigitlar va necha yosh kirdi, nima ish qiladi, buni hammasini bilatdik. Biroq hozir shaharlashish davriga kirgandan keyin hozir shaharlarda asosan o'ltiroq uylarimiz binolashib ketdi. Ammo shundoq ahvolda bir binoda o'ltirib bir-birini tunishmaydigan qo'lim qo'shnilarni aytjiq ekan. Masalan bir necha yil o'tagan bo'lsa-mu, ammo ikkinchi deganda kim qo'shnilar va bular bilan tunishmaydi ekan, uqishmaydi ekan. Ammo shunday avvalda qiz yigitlarning o'zaro tunishib, bir muhabbat izhori qilib, o'ylashda bu hozirgi shu binolashish sal ta'sir ko'rsatdi deb qarayman. Endi hozir yosh bolalarniki ijtimoiy munosabati asosan saboqdoshlik munosabat orqali bo'lyapti.
Ama xulum xoşundacılık noktasını yetken vaxtıda bir-birini tanışmaydı adamlar cık. Şu noktani yetken vaxtıda sizlerinin şu öylünüş yeşiği yetken oğulla, yatlık buluş yeşiği yetken kızlarını öz ara tanıştırıp, muşundaq bir aile berpa qilishga muşuna has qo'shquninglar jamiyatga nisbatan noyil bir yaxshi bir xizmat deb qarayman. Öyleniş yeşiği yetken yaşlarımızga ta'kidlab qo'ydigan qanday muhim so'zlarınız bor? Endi yoshlarga nisbatan meniki bir necha taklifiy fikrim. Biz bu dunyoga yegili, ichgili, o'zimizni ko'paytgili kelmadik. Agar biz bu dunyoga yegili, ichgili, o'zimizni ko'paytgili keldik desak, biz o'zimizni hayvon darajasiga tushirib qo'ygan bo'lamiz. Biz bu dunyoga yegili, ichgili, o'zimizni ko'paytgili emas, balki ma'lum majburiyat, ma'lum bir vazifa bilan bu dunyoga apriydi qilindik. Bizning vazifamiz ota-onalarning izini besib, ota-onalar davamlaştırıp kelayotgan ishlarni davamlashtirish. Davlatni gullantirish, davlatni qudrat topqizish, davlatni qo'g'dash. Mushundaq ishlar keyingi yoshlarning zimmasiga tushadigan ish. Shu nuqtadan yoshlarniki cho'qim bu o'ylanish masalasiga ijobiy nuqtadan odimiylik nuqtasidan insonparvarlikning taraqqiyot nuqtasidan qaragan vaqtida cho'qim o'ylanish vaqti yetganda o'ylanish kerak, aytigish vaqti yetganda aytigish kerak qizlar. Mushuna bo'lganda jamiyatning normal o'z relisi bo'yicha yoki o'z o'q atrofida normal aylandi. Agar bu ish buzg'unchilik uchrab bu bir xiristlikka aylanib qolsa, jamiyatdagi normal insoniy insonlarniki bir hayotlik ekologiyasi buzilib ketadi. Bu shu buzilishning oldini olish uchun har bir o'g'il bola, har bir qiz bola kallasida tafakkur qilib, o'ylanishning zarurligi, to'y qilishning muhimligini cho'qim insonparvarlik, odimiylik nuqtasidan qarab, buningga aktiv ovoz qo'shib to'y qilishinglarni umid qilaman. Yoshlarga ko'ngil so'g'atlarimiz bor, u bo'lsa-mu, shu yigit qizlarimizning teximiz sog'lom, chiroyli tuman turishi uchun Şinjan Uzcat Xalqaro savdo chekish shirkati hammanglarga sog'lomlik mahsulotlarini ko'ngil sovg'isi qildi. Qabul qilinglar. Uningdan boshqa qizlarimizga go'zallik sohasida izlanib kelayotgan Şinjan Lirika Biopan Texnik chekish shirkati grim buyumlari ham qizlar maxsus ishlatilgan mahsulotlarni sovg'atlik qildi. Qabul qilinglar. Qadrli ko'ruvchi do'stlar, sizlar yoqtirib ko'rayotgan Elchi programmamizning tajidorligini Şinjan Elchi to'y mulozimati chekish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Şinjan Ilg'or Öymülük ichish chekish shirkati, Şinjan Nur Aman Öymülük ichish chekish shirkati alohida qo'llab-quvvatlagan. Şinjan Lirika Biopan Texnik chekish shirkati programmamizni alohida talab qilgan. Nanjing Manur Altınjihan Xalqaro savdo chekish shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlik o'rnatgan. Endi biz 100 qadamdan halqadik. 101-sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, aman bo'linglar.